Hammaga salom. Xullas, bugun mana shu 3 kishi video olamiz. Ha, bugun 3 kishi video olamiz. Iye, bular qayerdan keldi? Oy, yo'q, tushunmadim. Hamma qayerdan keldi? Wow, menimcha esladim. Mana shu tilli yarmi qani? Haqiqatan menimcha bak bo'lib shunaqa bo'lib qolgan shekilli. Bu yerda menimcha hamma youtuberni tanidinglar. Bo'lmasa mana shu youtuberlar bilan bugun video olamiz. Bu Gren esa bizga yordamchi bo'ladi. Ya'ni qanaqa yordamchi? Kerakli o'yinchilarni kuzatib turadi. Xullas bo'lmasam bugun biz youtuberlar bilan mana shunaqa challenge o'yin qilamiz. Qani bo'lmasam ko'ramiz oxirida kim yutar ekan. Iya, Naruto nima qurdingiz? Bu nima qilmadim, qo'lim qildi-ku. Hammaga salom, sizlar bilan men Faster JB. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Davix. Hammaga salom, sizlar bilan men Felix. Hammaga salom, sizlar bilan men Mestro. Hammaga salom, sizlar bilan Mezos. Yo, barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan Naruto. Hammaga salom, sizlar bilan men Prismarine Man. Hammaga salom, sizlar bilan men Jitilbek Xonjon. Bugun men yutaman. Birinchi shart sandiqni top o'yini. Qani ketdik. Xullas mana shu dumaloq qizil chiziqning ichida 7 ta sandiq yashiringan, lekin o'yinchilar esa 8 ta sandiqni topa olmagan esa o'yindan chiqadi. Ha, tushunarli. Ha, tushunarli. Men birinchi topaman baribir. Qani bo'lmasam boshladik. Let's go. Aynan youtuberlarimiz hamma yoqni kazlashga tushib ketdi va birinchi kim topishini hozir ko'ramiz. Va Topdim sandiqni. Men topdim. Aytdim-ku birinchi topaman deb. JB bilan Mezos topdi. Ana endi qolganlarni ham ko'ramiz. Sandiq topdim. Bundan oson ish yo'q. Ana Naruto ham topib qo'ydi уже. Mana ham sandig'i topdim. Yo'q, Felix ham topdi. Davix qiyin bo'lmadimi sandiq topish? Sandiqni topish qiyin bo'lmadi lekin. Yaxshi, Gra hammani kuzatib turing. Men kuzatib turibman, hamma to'g'ri topdi. Aha, endi esa. Ha, sandiqni topdim. Topolmayman deb qo'rqgan edim. Wow, Prismarin ham topdi va bu yerda Jitil bilan Mestro qoldi. Yo'q, albatta Jitil ham topdi. Yeho, men sandiqni topdim, ukalarim. Mestro bo'ldi, siz yutqazdingiz. Voy, mama top qo'ydim uje. Menga qolmadimi sandiq? Afsuski Mestro sizga sandiq qolmadi. Siz birinchi shartdanoq o'yinni tark etasiz. Mestro nima uchun yutqazdim deb o'ylaysiz? Voy, ozgina kech qoldim. Bo'ldi, yangilik. Endilikda men YouTube kanalimga obuna bo'lish tekin bo'ldi. Tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Pulli bo'lib qolgan nafslarni bermaylar yana. Bilaman, sizlar video chiqarish oson deb o'ylaysizlar, lekin unaqa emas. Video chiqarish vashchi qiyin, ko'p vaqt oladi, lekin men shunga qaramasdan sizlar uchun video chiqaryapman. Shuning uchun kanalimga obuna bo'lib, videolarga like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Xullas, kimda kim YouTube kanalimga obuna bo'lmasa, tunda olabochi kelib telefonni olib qochib ketib qolsin. Obuna bo'l, negar. Bo'ldi, bu shart emas, oddiy. Orqalarda turgan eshiklardan kirishlar kerak, lekin u eshikdan kirish uchun sizlarga richak kerak. O'ylaymanki, boya richakni olgansizlar. Ha, yaxshi. Men richakni olgandim. Bilib turib richakni olgandim. Richakni olganim yaxshi bo'pti. Ha, hamma olibdi desam, Menda richak yo'q-ku. nimaga yo'q? Bilmadim. Boshqalar qayerda oldi? Boshqalar boya topgan sandiqdan olganda sen olmadingmi? Men olaman, nima qilamiz endi? Ha, sen o'yinni tark etasan. Nima bu shart emas-ku? To'g'ri, shart emas, baribir sen nima desam bo'ladi. Berilgan topshiriqni bajaramading, richakni olmading. Mayli, xayrlash. Hammaga xayr, sizlar bilan men Jitil. Kanalga obuna bo'lmasanglar so'yib ketaman. Короче, Jitil o'yinni tark etdi, sog' bo'l. Ikkinchi shart lavali parkur. Menimcha hamma parkurdan o'tishni biladi, to'g'rimi? Men parkurda yoraman-ku. Hehe, JB. Men sendan zo'rman parkur bo'yicha. Marin, lekin mendan o'tolmaysiz. Hamma men parkurda zo'rman deyapti. Yo, bilaman, parkuristligimni bilmaydi. Yaxshi, oxirida ko'ramiz Davixni. Gre hamma yaxshi ketyaptimi? Hamma yaxshi ketyapti. Tushib ketdi. Yo, Prismarin tushib ketdi. Men zo'rman deyotganda Prismarin ham mayli, professionallar ham xato qiladi. Felix, siz parkurda yaxshi emassizmi? No, parkur endi uncha menga yoqmaydi, yana bilmadim. Shu aytayotganim sababi juda ham sekin o'tyapsiz, shu uchun menimcha parkurdan yaxshi emassiz deb o'ylayapman. Mayli. Gren qolgan hamma o'tdi. Hamma o'tdi, faqat Prismarin o'ta olmadi. Ha, Prismarin
Menimcha qanaqadir xato bo'lib tushib ketdi yoki o'zi o'tolmaydi. Ha, Prismarin ham kelibdi. Prismarin, sizga nima bo'ldi? Xullas, ozgina ertaroq sakrab yuboribman-da. Ha, hech qisi yo'q. Professionallar ham bir marta bo'lsa ham xato qilgan va siz ham xato qildingiz. Ha, mayli, men yutqazdim, qolganlarga esa omad. Sizga ham ishtirok uchun rahmat. 3-shart, narsalarni to'g'ri top. Xullas, bu shartda o'yinchilar xohlasangiz bu tomonga, xohlasangiz bu tomonga turishingiz mumkin. Sandiqlarda bittasida narsa bor, bittasida narsa yo'q. Kim sandiqdagi narsalar bor tomonga tursa, o'sha sandiqdagi narsalarni oladi va o'yinda yutib chiqadi. Qolganlar esa topolmaganlar yutqazadi. Hamma tanladi. Sizlarda bir marta joy almashtirish imkoni bor. JB bir nimani bilmasa qilmaydi. Men ham bu tomonga o'taman. Demak, bu sandiqda narsalar bor edi, bu sandiqda esa yo'q. Biz to'g'ri topdik. Voy, bekor buni tanlab bizda, Felix. Ha, Mezos, bekor buni tanladingiz. JB, nima uchun aynan shu sandiqni tanladingiz? Bilmadim, lekin shu tomon talagim keldi. Aha, Felix, sizchi? Ko'pchilik joylarda aynan yashil rang to'g'ri, masalan svetofor, xullas qo'llar, o'shaning uchun ham men yashil tanlayman. Ya'ni tanlagan edim. 4-shart, zombilar bilan jang. Bu shartda esa boyagi sandiqdan topgan aslahalari bilan JB 5 ta zombiga qarshi kurashadi. Ha, bor yo'q 5 ta zombimi? Ha, 5 ta zombi. Menimcha JB zombilar bilan yaxshi chiqisha oladi. Shuning uchun bor yo'g'i 5 ta zombimi. Ha, to'g'ri 5 ta zombi Minecraft o'yinchilari uchun bu oddiy hol, lekin agar ko'p zombi qiladigan bo'lsam, o'yinchilar yutqazib qo'yishi mumkin. Keyingi shartlarga hech kim qolmasligi mumkin. Shu uchun men attiga 5 ta zombi qildim, xolos. Sizlar esa kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosing. Albatta JB esa o'sha 5 ta zombini o'ldirib bo'ldilar. Ana endi keyingisi. Bu esa Davix va Davix 5 ta zombiga qarshi urushadi. Ay, 5 ta zombi mencha qishni emas, mingtasi bilan ham urushaman. Davix ham o'zini zo'rman deb aytayapti, ya'ni 1000 ta zombiga ham qarshi urusha olaman deyapti. Albatta Davixga 1000 ta qo'yib berish kerak edi, to'g'rimi? Yana bir gap aytmoqchiman sizlarga. Mening Telegram kanalim ham bor. U yerda har xil yangiliklar va ma'lumotlar bor. Kutib obuna bo'lib qo'yinglar. Va Davix hammasini o'ldirib bo'ldi. Ana endi Naruto ham o'sha burchakka turib urush usulini qilmoqchi va yo'q, zombilar uni o'sha urib tashlayapti. Zombini urishga qo'ymayapti. Bu zombi molvachchalar urushishga qo'ymayapti. Shunaqa, men shunaqa sehrlab qo'yganman. Nimaga urush qiyin emas, prosta qo'lingizdagi qilich bilan uring, xohlasangiz kamon ham bor. Tezroq uring Naruto. What the fuck? What the? Ya Allah, o'lib qoldi. Naruto bu shartdan o'yindan chiqib ketadi. Ana endi keyingi shartga o'tamiz. Qani bo'lmasam ketdik. 5-shart. Bunga nom topolmadim. Xullas, JB va Davix bu shartda mana bu yerda tugma bor, mana bu tomonda esa eshik bor. Mana bu tomondagi tugmani qaranglar, mana bu tomondagi tugmani bossa eshik ochiladi va u yerdan kimdir chiqib ketishi mumkin. Lekin tugmadan borib eshikka boraman desa eshik yopiladi. Tushunganinglardek, mana bu yerda kimdir tugmani bosib qolish kerak. Kim tugmani bosib qoladi, maslahat qilinglar. Nima qilamiz, Davix? Bilmadim. Bir kishi tugmani bosadi, bir kishi chiqib ketadi. Reddi, unda siz bosib turing tugmani. Men o'yin boshlovchisiman, qanaqa qilib bosib turaman? U mumkin emas. Mana shu yerda kimdir bosib qolish kerak. Go, kim bosadi? Ha, mayli, men bosib turaman. JB, sen shu o'yinda g'olib bo'l. O ana. Rahmat Davix, yaxshiligini unutmayman. Ana Davix tugmani bosib turdi va JB esa bu shartda ham o'tyapti. Davix, siz ham yugurib ko'ring, balkim o'tarsiz desam ulgurmadingiz. Sizga mardlik qilganingiz uchun rahmat va JB va JB g'alaba qozondi. Bu o'yinimizda JB g'alaba qozondi va JB ga o'z sovg'alarimizni kadr ortida berib qo'yamiz. Albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. JB, siz yutdingiz. O'yin tugadi. Ana endi JB ning fikrlarini eshitamiz. To'g'risi men yutaman deb umuman o'ylamagandim. Shu hammaga rahmat. Ha, siz yutdingiz. Ishtirokingiz uchun sizga ham rahmat. Ana endi Mezosning fikrlarini eshitamiz. O'yin yoqdi. O'zi shunaqa o'yinlar o'tkazib turish kerak. Rahmat hammaga. Ha, o'yin zo'r bo'ldi. Sizga ham rahmat. Ana endi esa Grand fikrlari. Men o'yin haqida fikrim Reddi Negr ekan. O'z negers, короче. Ana endi Naruto o'zining fikrlari. O'yin haqida fikrim endi yomon emas bular. O'sha lekin zombilar haqida fikrim ularni ushlab turib mayli, shart emas, yo kichkina narsalar. Eshitishlar shart emas.
Zombilarga rahmim kelyapti. Sizning ishtirokingiz uchun rahmat. Ana endi esa Mestroni fikrlarini eshitamiz. Qani bo'lmasam, go. Menga yoqdi, lekin birinchi bo'lib chiqib ketganim yoqmadi-da. Sandiqni topolmaganingiz uchun birinchi bo'lib chiqib ketdingiz, lekin ishtirok uchun rahmat. Ana endi Felixning fikrlari. Yutqazganim yomon bo'ldi, o'yin zo'r bo'ldi lekin. Yutqazganingiz yomon bo'ldi, haqiqatan ham. Ana endi Prismaning menni fikrlarini eshitamiz. O'yin menga yoqdi. Albatta kanalga obuna bo'linglar. Ishtirok uchun rahmat. Haqiqatan ham kanalga obuna bo'linglar. Ana endi Davixning fikrlarini eshitamiz. O'yin yoqdi, JBga yordam berdim. Endi bir umr minnat qilaman. Sizga ham ishtirokingiz uchun rahmat. Xullas do'stlar, mana shu videomiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilardim. Agar keyingi videolar ham shunaqa bo'lishini xohlasangiz, kommentariyada mana shunaqa videolar chiqsin deb yozing. Agar serial videolar chiqishini xohlasangiz, serial chiqaring deb yozing. Hammaga rahmat. Bu videodan katta yordam kutaman. Birga bo'lishimizga ozgina qolgan, tezroq birga qilib qo'yamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.